Hadislarda zikr qilinishicha, albatta inson o'zgalardan o'zini ustun qo'ysa, mutakabbir bo'lsa, albatta bu dunyoyu oxiratda uning martabasining pasayishiga sabab bo'ladi. Imom Termiziy rivoyati bilan Rasululloh aytadilar: kishi o'zini o'zgalardan ustun qo'ysa, hatto kibr qiluvchilar safiga yozib qo'yiladi. So'ngra ularga yetadigan jazolar unga ham yetadi deb Rasululloh marhamat qilyaptilar. Allohning huzuriga borganda mutakabbir degan peshona tamg'a yuzimizda yozib qo'yilar ekan. Bu dunyoda odamlardan o'zini katta chog'lab, odamlarni o'zidan past sanagan odam qiyomatda Allohning huzurida chumolining hajmida tirilar ekan. Biz jamoa bo'lib mana hozir shu yerdan to'planib chiqqanda oyog'imizni tagida chumoli qanday bo'ladi? Butun